Ko'p hollarda qabulda o'zim o'tiraman, chunki vatandoshlarimiz qayerdan kelyapti, maqsadlari nima va o'zimiz shart-sharoitlarimiz, unga qanday hujjatlar taqdim qilamiz, shuni tushuntirish uchun ko'proq qabulda o'zim o'tiraman. Shunday qabul olgan kunlarimdan birida 2021-22 o'quv yilimizda toshkentlik bir o'quvchimiz kirib keldi. O'quvchimiz yoshi 13 yosh edi, lekin hech maktabga bormagan edi. Chunki uni onalari turk vatandoshlar bilan turmush qilgan, ba'zi bir sabablarga ko'ra maktabga bora olmagan o'quvchimizni biz 1-sinfga qabul qildik. Juda ham yaxshi, unga bizga kelgunga qadar yozishi, o'qishini, hisob-kitob o'rgangan ekan, buvilar yordam qilgan ekan. Bizda yaxshi o'qib, hozirgi kunda 3-sinfda o'qiyapti. Juda ham bizdan xursand. Har doim buvilari o'zlari bilan birga olib kelib, olib ketadi. Boshida u qiz juda ham uyaldi-da 1-sinfga kelganidan. Hozirgi kunda bunday o'quvchilarimizning safi ko'paygani uchun hozir bilinmay qoldi u yoshi katta bo'lib o'zlaridan kichik bolalar bilan o'qiganiga. Asosan biz 7 yoshdan bolalarni maktabga qabul qilamiz. Biz maktabimizda shunday maktabga bora olmagan, ta'lim olish imkoni yo'q bo'lgan bolalarga yordam beramiz. Har doim yoshi necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar maktabimizga qabul qilamiz va ta'lim beramiz.